bosdingizmi? Bosilgan bo'lsa, sekin video obzor qilib ketaman, cho'tki qilib, o'z chiroyli qilib nasib qilasiz. Assalomu alaykum, siz kuzatuvchilar, xudo xolasa obunachilarimiz, YouTube tarmog'i yangimiz, like bosib, obuna bosib, banglar orasida listdagi ishimiz Xurram bosonda, bunisi yong'oq bo'lgan, bunisini listday qilib ishlaganmiz. Ko'rasizlar, mana xonaga keladigan bo'lsak, xona 275 ga burun tayyorlangan taxta bo'ladi. Buni ko'tarasiz, harakat yotkisiz. Bu oyog'idan, bu nari tarafida bor. Xon taxta bo'ladi, ikkosini ham yotkizib qo'ysangiz, tepasi ko'chiriladi, ko'chadi tepasi. Bunisi listvak, Xurram. Ha, o'ta cho'tki naqshlari bor. Chiroyli qilib qilganmiz. Tepasi atachenko materialda bo'lgan, pasti 3D materialda bo'lgan. Bunisi yong'oq, bunisi listvak. Farqini ko'rasizlar mana. Farqini ko'rib qo'yasizlar. O'ta go'zal ikkosi ham. Narxi buniki mevali daraxt bo'lgani uchun sal qimmatroq, bunisi listvak bo'lgani uchun sal arzonroq. Shunaqa variantini chiqardik, hali hech kim chiqarmadi. Xudo xolasa bizda Ziyomebel kanaliga kirib, like'ni bosib, obunani bosib olsanglar, xudo xolasa o'ta chiroyli ishlardan bizda bor. Mana ikkosining ham orqasi listvak, yong'oq, bir xil orqalar. Pardasi bor, broshkasi bor, buni ham broshkasi bor. Bunisi yong'oq, bunisi listvak. Yana bir qator o'tamiz. Mana o'ta cho'tki, go'zal qilib, chiroyli qilib ishlab beramiz. Taylari xon taxta bo'ladi. Hammasini chiroyli qilib gul-gullarga keltirib qo'yganmiz. Xudo xolasa o'ta go'zal ishimiz. Mana hammasida parda bor. Ko'rsatib bir qator aylantirib qo'yasiz. Orqalarini ko'rsatib, taylarni ham ko'rsatib, nariyada bitta oyoq bor, hamma yo'qni ko'rsatib, o'ta chiroyli qilib qo'yganmiz. Mana bir qator ko'rsatib ham qo'yaveramiz. Bu tarafda ham oyoq bor mana. Mana ishimiz ko'rinishi. Mana broshkalar. Materiallari ham bor. Oyog'i 3D yong'oqqa o'xshaydi. Faqat arzon listvak. Bunisini faqat listvagini haligi tagi ochiq, tagi polni tushganlarini ko'rsatib o'tganmiz. Videolarimizga kirsanglar. Bunisi faqatgina listvak Xurramda bo'lgan. Mana o'ta go'zal chiqqan. Chiroyli ishlab qo'yganmiz. Bir qator ko'rib, fikr mulohaza bo'lsa, kommentga yozib qo'yasizlar. Mana bunisi yong'oq. Bunisi listvak. Hamma yo'g'i bir xil. Gabaritini ham ko'rib qo'yasizlar. Qaysi birini gabariti katta ekan, kommentga yozib qo'yasizlar. Yoqqan bo'lsa, mana yoqqan bo'lsa, bu yoqqan bo'lsa, kommentga yozib, shu yoqdi deb bittadan like bosib, banglatib olasizlar. Tanishlarga tashlab qo'yasizlar. Mana, o'ta go'zal bu ham. Orqaga tashlanadi. Buni gabariti kattaroq. Mana. Bu ham orqaga tashlanadi mana. Go'zal. Machalkalasini ham ko'rib qo'yasizlar, machalkasini. Mana machalka. Mana machalka. Yong'oq, listvak. Bular narxiga keladigan bo'lsak, burimizni narxi 10 millionga qilib berdik, 12 taligini. Bunisini 12 taligini 6 million so'mga chiqarib berdik. Qaysi biri qulay? Budjetning varianti bu. Endi boyagalarga bu. O'ta go'zal chiqqan. Bir qator orqalarni ham ko'rsatdik, broshkalarni ko'rsatdik, o'ta chiroyli chiqqan. Xudo xolasa chiroyli qilib, go'zal qilib ishlab beramiz. Kanalimizga yangi bo'lsanglar, yana qaytarib o'taveramiz biz. Endi aytishimiz kerak-ku. Like, obunani banglatinglar. Sog' bo'lasizlar. Ziyomebeldan uzoqlashmanglar. Paka.